Assalomu alaykum. Xo'p. Mana bunisi olchani. Ingichka shoxchasi bargi bilan, bunisi esa o'riniki. Ikkalasini ham kasal tushmagan joyidan olasizlar. Kasal tushmagan bo'lsa, mana shunaqa barra chiroyli ko'rib turgan bo'lsin. Xo'p, mana shunaqa ikkita shoxcha yetadi. Qiladigan ishinglar. Mana shuni olib, mana buni ustiga yana ozgina qo'shib yuborsangiz ham hech narsa qilmaydi. 3 litrli bankaga solinglar, bir kalla novot solinglar-da, shaqillab turgan choyni quyib qo'yinglar. Kuni bo'yi iliq ko'rinishda. Iliqdan mayli xiyol nimaroq bo'lsa ham bo'laveradi, sovuqroq, lekin muzdek bo'lmasin. Ichib yuringlar, uyquni yaxshilashga, yurakka quvvat. Sizlar o'ylamanglar, bu olcha bilan o'ringni faqat mevasi foydali. Barglari va shox-shabalari ham foydali. Takrorlayman, kasal tushmagan barra chiroyli joylardan olib foydalaninglar. Azizlar, video so'ngida erkaklar prostatadan qiynalayotgan bo'lsanglar, kaminaga murojaat qilinglar. Hijoma qilamiz, zulu qo'yamiz, mergan dorisidan beraman. Artroz, ko'ksa artroz, artrit, poliartrit, qo'yinki nimaiki yuz suyak kasalliklar bor. Kaminaga murojaat qiling, hijoma qilamiz, zulu qo'yamiz, yoshlik dorisidan beraman. Xo'p, jigar masalalarida anaqa, yantoq, xo'p, sahri borlar, olma sirkasi va yaqin kunlarda xudo xolasa sachratqi giyohidan ham qilib beraman. Xullas, qo'rqmasdan, bepushtlik kasalligidan farzand talablar, kaminaga murojaat qilinglar. Gemoroylar, kaminaga murojaat qilinglar. Yuqori qon bosimini aziyat chekayotganlar, kaminaga murojaat qilaveringlar. Muhammad Nodir, Hijomat tabobat akademiyasi a'zosi hisoblanaman. Toshkent viloyati Zangiota tumani Bo'zsuv qishlog'ida istiqomat qilaman.